Assalomu alaykum. Bu darsimizdan boshlab bizlar redaktirованиe instrumentlarini o'rganishni boshlaymiz. Bo'lmasam, redaktirованиe instrumentlari главная bo'limida mana bu redaktirованиe paneli ostida joylashgan. Eng asosiy ko'p ishlatiladigan instrumentlarni mana bunday tashqarida olib chiqib qo'yilgan. Ba'zida kamroq ishlatiladigan instrumentlar esa mana bunday ochiluvchi menyu ostida yashirilgan. Uni ham ochsak bo'ladi. Demak, birinchisi bu perenos. Perenosni o'rganishdan boshlaymiz. Umuman olganda hamma chizmalarni risovание bo'limi orqali chizish mumkin, lekin redaktirованиe o'z AutoCAD avtomatizatsiya qilish uchun mo'ljallangan bo'lib, ya'ni ishimizni bir necha barobar tezlashtirishga mo'ljallangan bo'lib, ko'p operatsiyalarni tez va sifatli bajarishga xizmat qiladi redaktirованиедagi komandalar. Demak, perenosga qaytamiz. Perenos oddiy obyektlarni bir joydan ikkinchi joyga olib o'tish uchun xizmat qiladi. Perenosni ishlatish uchun, ya'ni mana bu komanda перенести komandani belgilaymiz. Undan keyin obyektimizni belgilaymiz hamda probel yoki enterni bosamiz. Tasdiqlash uchun bosdim. Hamda bizlardan bazaviy tochkani so'raydi. Ya'ni qayerdan ushlab olib o'tishni. Xuddiki tasavvur qiling, bironta obyektni ushlagich, masalan, chelakni ushlayotganda uni ismidan ushlaysiz-ku, bunda ham qayerdan ushlashni so'raydi. Misol uchun men uni o'rtasidan ushlashni aytaman. Hamda o'zimga kerakli bo'lgan joyga olib o'taman. Masalan, mana bu kvadratni bu burchaga. Orqaga qaytaman. Bundan tashqari perenos qilishda aylananing tashqarisida turgan nuqtalardan ham xohlagan joyimizdan ushlab perenos qilish mumkin. Masalan, ushlayman, tasdiqlayman hamda ekranimni xohlagan joydan ushlab aylanamni perenos qilsam bo'ladi. Bundan tashqari perenos qilishning boshqa usuli ham bor. Buning uchun oldingi holatlarda bizlar perenos komandasini tanlab, undan keyin perenos qilinadigan obyektni tanlab, tasdiqlab, keyin uni perenos qilayotgan edik. Buning boshqa yo'li shunchaki obyektni tanlaymiz hamda perenos komandasini tanlab, perenos qilmoqchi bo'lgan nuqtani tanlab, perenos qilishdan iborat. Ya'ni bizlar avval obyektni, keyin esa komandani tanlaymiz. Bunda tasdiqlash tugmasi salgina tasdiqlash qadamini, ya'ni bosqichini tashlab yuboramiz. Yana bir jihat, hozir aytdim-ku, takrorlashim kerak. Bizlar perenos paytida ko'pincha obyektni o'zidan emas, boshqa obyektlarga nisbatan, ya'ni ularga bog'lanib perenos qilishimizga to'g'ri keladi. Misol uchun, mana bu aylana yo'q deylik. Bizlar esa ana shu bizlarda turgan aylanani ana shu yerga olib kelib qo'yishimiz kerak. Buning uchun obyektni belgilab, perenos tugmasini belgilab, hozir esa osnova, ya'ni bog'lovchi nuqta bo'lib, perenos qilinadigan nuqta kvadratimizning bu burchagi bo'lib xizmat qiladi. Bu yerga bosamiz hamda ikkinchi, ya'ni qo'yiladigan joyga kvadratning keyingi nuqtasini belgilashimiz mumkin. Ana shu tarzda siz o'z ishingizni tez va sifatli bajarishingiz mumkin. Yana bir boshqa yo'li perenosning bu komandni stroka orqali ma'lum bir miqdordagi bo'lgan расстояние, ya'ni masofani berib perenos qilishdan iborat. Misol uchun bu krugni olib tashlaymiz. Bizlarda bu turgan chapdagi krugni mana bu eski krug joyiga qo'yishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun obyektni belgilaymiz yoki avval perenosni belgilab, obyektni belgilasak ham bo'ladi. Xo'p, xullas obyektni belgilaymiz, perenos komandasini beramiz hamda xohlagan joyga tochka, ya'ni bog'lovchi nuqtani qo'yib, o'sha bizlar перенести qilmoqchi bo'lgan tomonga qarab ozgina kursorni qaratib masofani berishimiz mumkin. Misol uchun, hozir bizlarga 50 ga teng 50 yozaman. Bunda obyektimiz biz xohlagan joyga perenos bo'ladi. Ko'rib turganingizdek,
razmer hozir 0 ga teng. Keyingisi bu perenosning subopsiyalaridan biri hisoblanadi. Misol uchun mana bu kurugimizni ikkinchi kurug, ya'ni buni 1 desak, buni 2 desak, birinchi kurugni ikkinchi kurugni ustiga qo'yish uchun hozir ikkita qadamdan foydalanishimiz kerak. Buning uchun misol belgilaymiz. Perenos hamda avval 50 mm o'ng tomonga hamda yana bir bor belgilab, ikkinchi marta probelni bosish kifoya, chunki xotirasida qolgan. Oxirgi komandani probelni bossak tasdiqlaydi. Yana bir bor nuqtani belgilab, tepaga qaratib 10 mm ga komanda beramiz. Ko'rib turganingizdek, obyektimiz joyiga qaytdi. Hozir endi orqaga qaytaman. Buning uchun Ctrl Z tugmasini bosamiz yoki mana bu tepada orqaga qaytish tugmasi ham bor. Ctrl Z ni bosish orqali ham orqaga qaytsak bo'ladi. Ya'ni subopsiyalardan biri obyektni belgilab перенести qilamiz hamda mana bu yerda смещение subopsiyasi bor. Uni bosamiz hamda mana buning birinchisi x o'qi bo'yicha, ya'ni mana bu pastda ko'rib turgan bo'lsangiz, x o'qi bo'yicha qancha yurishini hamda y o'qi bo'yicha, ikkinchisi y o'qi bo'yicha qancha yurishini so'raydi. Uchinchisi bu z, ya'ni 3D formatga o'tsak agar ko'rgan edik, ya'ni tepaga. Bizlarga tepa kerak bo'lmagani uchun uchinchisini to'ldirmaymiz. Bo'lmasam смещениeni ko'rsatamiz. 50, ya'ni x 50, y 10. Bularni orasiga vergul yordamida ajratib ko'rsatishimiz kerak. 50 yozaman, vergul hamda 10. Hamda enter tugmasini bosaman. Ko'rib turganingizdek, obyektimiz boyagi ikkinchi kurugni ustiga tushdi. Hozir bu yerda ikkita kurug bor. Mana bunday qilib ko'rishimiz mumkin. Yana Ctrl Z bilan orqaga o'taman. Sizlarga yana shuni ham aytib o'tishim kerak. Mavzudan salgina chetga chiqqan holda, obyektlarni belgilash paytida ularni ekranni xohlagan joyga bitta bosib, boyagi kursorimizni tortsak, mana bunda yashil joy paydo bo'ladi. Chap tomonga tortsak agar ko'k joy paydo bo'ladi. Bunda yashil qismi agar obyektlarni ozgina kesib o'tgan joy bo'lsa ham ularni belgilaydi. Mana bunday tarzda ko'rib turganingizdek, aylanaga ozgina kesib o'tdi, lekin aylana belgilanaveryapti. Ko'k esa ko'k belgilashi uchun obyektlar ko'k maydonni, ya'ni hududni ichiga tamomila, ya'ni polностью qo'shilishi kerak. Mana bunday qilsam belgilanmayapti. U ko'k hududni ichiga 100% kirishi kerak. Bu belgilamoqchi bo'lgan paytda juda asqotadi. Belgilashni отдельно alohida, ya'ni o'zining darsi bor, u yerda ko'rib o'tamiz. Перенести bo'yicha yana bitta aytmoqchi bo'lgan, ishingizni yengillatadigan joyi shundan iboratki, obyektlarni перенос qilish uchun перенести komandasidan foydalanmaslik ham mumkin. Buning uchun shunchaki obyektni belgilab, mana bu ushlaydigan joylardan xohlaganiga bosib bir marotaba, bundan keyin probel tugmasini bosishimiz kerak. Shunda bizlar obyektlarni joyini xohlagan joyimizga qarab o'zgartirishimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, bu ishimizni ancha yengillashadi. Obyektni belgilaymiz. Xohlagan nuqtaga, mana bu chet yonlariga bo'lsa ham bo'ladi. Probelni bosamiz. Hamda o'zimiz xohlagan joyga olib o'tishimiz mumkin. Bunda ham sub opsiyalar bor. Misol uchun obyektni belgiladik. Nuqtasini, xohlagan nuqtani belgilab, probelni bosdik. Hamda bizlarda sub opsiya paydo bo'ladi. Birinchisi bazaviy tochka, ya'ni bizlar o'sha belgilagan joyimizni bazaviy tochkasini almashtirishimiz mumkin. Bazaviy tochka deb kurugni o'rtasi edi. Hozir boshqa joyini qilishim mumkin. Birinchi sub opsiyani ko'rdik, ya'ni bazaviy tochkasini almashtirish. Ikkinchi sub opsiya, masalan, o'rtasini belgilab yana bir bor probelni bosamiz. Ikkinchisi kopировать, ya'ni obyektlarni kopirovka qilgan holda qo'yishimiz mumkin. Uchinchisi hamda to'rtinchisi bu shunchaki отменить qiladi, ya'ni belgilagan narsamizni ular unchalik ahamiyat kasb etmaydi. Bu narsani oddiygina escape tugmasi orqali qilishimiz mumkin. Xullas, перенести komandasini ko'rib o'tdik. Qanday qilib tez bajarish yo'llarini ko'rib o'tdik. Endi esa kopirovka komandasiga o'tamiz.
Kopirovать shunchaki obyektlarni kopировать o'z ismidan, ya'ni klonировать qiladi. Uni olish uchun kopirovka komandasini ustiga bosamiz hamda obyektlarni shuni ham eslatib o'tishim kerak, bu obyekt kopirovkani bir yoki bir nechta obyektlar ustiga qilsa bo'ladi. Xohlasangiz bittasini belgilang, xohlasangiz bir nechtasini. Xuddi shunday перенести komandasi ham shunday. Ularni belgilaymiz hamda probel yordamida tasdiqlab, bunda ham перенестиga o'xshab bazaviy tochka so'raydi. Bazaviy tochkani qo'yib, o'zimiz xohlagan joyga olib o'tishimiz mumkin. Kopirovkani subopsiyalarini ko'rib o'tamiz. Obyektni misol uchun belgiladik, kopirovkani tanladik hamda bunda ham смещение bor, ya'ni xuddiki mana bu yerga o'xshab qanday смещение qilgan bo'lsak, bu yerda ham xuddi shunday смещение bor. Misol uchun смещениeni tanlaymiz hamda x bo'yicha taxminan 30 virgul hamda y bo'yicha minus 20 bo'la qolsin. Enterni bosamiz. Ko'rib turganingizdek 30 o'ng tomonga, 20 minus 20 ya'ni pastga, y o'qi bo'yicha pastga 20 tushdi. Keyingi subopsiya kopirovkani qildik. Rejim по умолчанию, ya'ni bizlar bir nechta kopirovkani bosib bir nechta qilsak bo'ladi. Mana bu rejimni tanlagandan keyin esa bizlarga ikki xil rejim, ya'ni несколько har doim shunday turadi yoki bitta kopirovka qilgandan keyin komandamiz o'z ishini qilishdan to'xtaydi. Bu unchalik qulay emas, shuning uchun har doim o'sha несколькаga turgani yaxshiroq. Belgilaymiz hamda o'zining rejimiga qaytarib qo'yamiz. Keyingi ikkinchi subopsiyani, ya'ni subopsiya ichidagi subopsiyani ko'ramiz. Obyektni belgiladik. Mana bunday massiv paydo bo'ladi. Kelinglar massivni boshqa narsaga ko'rsataman. Mana bu g'isht bo'lsin. Derazani taggacha kopirovka qilishimiz kerak. Buning eng oson yo'li kopировкаning subopsiyasi massiv hisoblanadi. Kopirovkani belgilaymiz hamda bazaviy tochkani belgilaymiz. Hamda bu yerda massiv subopsiyasi bor. Uni belgilab, nechta g'isht, ya'ni massivning element nechtaligini belgilaymiz. Bu yerga hozir adashmasam 12 ta kerak edi. Hamda enter tugmasini bosamiz. Hamda ularning orasidagi расстояниесini so'rayapti. Hozir bu yerda 65 g'ishtning o'zi bo'lsa, shoflari 10 cm, umumiy hisobda 75 mm ga teng. 75 deb yozaman hamda yo'nalishni ko'rsatib enterni bosaman. Kam bo'lib qoldi. 12 ta kam. Qo'l yordamida yana bitta qo'shib qo'yamiz. Hech qisi yo'q. Mana bunday tarzda. Ko'rib turganingizdek, ana shunday massiv yordamida, ya'ni kopirovka massivi yordamida mana bunday tez va aniq obyektlarni qo'yib chiqish imkoniyatiga ega bizlar. Ish vaqtida, ya'ni davomida bu massiv komandasi bizlarga juda ham ko'p kerak bo'ladi. Yana darsni tugatmasdan turib yana shuni aytib o'tishim kerakki, kopirovka hamda перенестиda o'zining qisqa klavishalari mavjud. Buning uchun перенести uchun komandniy strokada P, ya'ni ruscha P ni bosib probelni bossak, avtomatik tarzda перенести komandasi tasdiqlanadi. Mana P hamda probel. Bu ancha tez hisoblanadi. Kopirovkaniki esa KP. Xuddi shunday tarzda отрезок, poliliniya, kuruk hamda dugalar uchun ham bor. Misol uchun poliliniya uchun PL. Kuruk uchun K harfi.
Bugungi darsimiz shulardan iborat. E'tiboringiz uchun